Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun siz bilan fuqarolik jamiyati fanimizning 4-ma'ruza darsini boshlaymiz. Men Andijon qishloq xo'jaligi instituti gumanitar fanlar kafedrasi assistenti To'raboyeva. Bugun siz bilan ushbu ma'ruzani olib boramiz. Umuman fuqarolik pozitsiyasi fuqarolik jamiyatini tuzishda, yuritishda eng asosiy tushunchalardan biri hisoblanadi. Biz quyidagi rejalarni siz bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Fuqarolik jamiyatini tuzish, yuritishda asosiy maqsad fuqarolik tushunchasini anglashdan asosiy maqsadimiz bu fuqarolik jamiyatini barpo etishda fuqarolarning faolligini va unga nisbatan o'zini erkinligini anglashida, ongini yuksaltirishida, mamlakat davlat rivojlanishidagi o'zining munosib hissasini qo'shishda yaqqol namoyon bo'lishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Fuqarolik tushunchasini anglash bu har bir insonning ongi, tafakkuri, siyosiy bilimlari, dunyoqarashi bilan bog'liq hisoblanadi. Demak, inson jamiyatda yashayotgan, jamiyat belgilab bergan ijtimoiy siyosiy qonuniyatlarni o'rganib boradi, ulardan foydalanadi, ularning o'zining maqsadlari yo'lida foydalanadi va o'zining haq-huquqlarini ham birgalikda bajarib boradi. Fuqarolik bir davlatga mansublikni anglaydigan tushuncha hisoblanadi. Davlatga sodiqlik, vatanparvarlik hissini shakllantiradi hamda konstitutsiya, mamlakatning ramzlarini hurmat qilish, davlat tizimini, qonun ustuvorligini himoya qilishga tayyor ekanligini ko'rsatadi. Bu yerda fuqarolikni shakllantirishda insonning huquqiy, ma'naviy, siyosiy jihatdan mukammal ekanligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Fuqarolik tushunchasiga ta'rif berilyapti. Fuqarolik jamiyatni tuzish uchun jamiyatning ongi, bilim darajasini ifoda etadigan tushuncha ekanligini berib o'tyapti. Fuqarolik ifodalovchi jihatlarga to'xtaladigan bo'lsak, fuqarolarning o'z haq-huquqlarini tushunishi, amaliyotda qo'llashi, boshqalarning haq-huquqlarini hurmat qilishi hamda tenglik masalasi, ma'naviy axloqiy mezonlarga asoslangan holda o'zini anglashi, bilishi, hokimiyat bilan boshqa fuqarolar jamoat birlashmalariga birlashishi, jamiyat davlat ishlaridagi faol xatti-harakatini anglatadi. Umuman fuqarolikni anglatadigan bir nechta darajalarni keltirib o'tganmiz bu yerda. Fuqarolarning jamiyat va davlat ishlaridagi faolligi, o'zining siyosiy, ijtimoiy salohiyati, o'ziga xos bo'lgan xususiyatlarni jamlagan holda quyidagi darajalarga bo'lish mumkin. O'z haq-huquqlarini hamda birinchi burchini anglaydigan xatti-harakat yig'indisiga yoki bo'lmasa mas'uliyati, ongi, vijdoni nuqtai nazaridan xususiyatlari hamda atrofga nisbatan bevosita e'tiboriga nisbatan qo'llanishi mumkin bo'ladi. Fuqarolik ongi demokratik qadriyatlar, ideallar, huquq va erkinliklar nuqtai nazaridan shaxs, jamiyat va davlat o'rtasidagi munosabatlar anglashdan iborat hisoblanadi. Bu yerda fuqarolik ongini nazarda tutar ekanmiz, iqtisodiy, siyosiy, huquqiy, ma'naviy jihatlarni shakllantiruvchi va ushbu jihatlarni jamlagan xususiyatlarni hamohang tarzda ko'rishimiz kerak bo'ladi. Shundagina fuqarolik ong shakllangan deb hisoblanadi. Fuqaroviy faollikning jihatlari turlicha, ya'ni fuqarolar o'zlarining xohishlari, maqsadlari birlashgan ma'lum bir ijtimoiy siyosiy guruhlarga birlashadilar va mamlakatda bo'layotgan ijtimoiy siyosiy jarayonlarni bilib boradilar va bevosita o'zlarining haq-huquqlarini ham himoya qilib boradilar. Turli xil rivojlangan mamlakatlarda ba'zi bir ijtimoiy harakatlarni ko'rasiz. Bu ijtimoiy harakatlar mamlakatda dunyo mamlakatlariga nazar soladigan bo'lsangiz, ulardagi turli xil ekologik muammolarni bartaraf etishga yoki bo'lmasa yuqumli kasalliklarni oldini olishga, shahar havosining ifloslanishiga, chiqindilardan tozalash bo'yicha bir necha jamoat birlashmalarini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda fuqarolar o'zlari xohlab ixtiyoriy ravishda ma'lum bir guruhlarga birlashadilar va mamlakatdagi quyidagi sanab o'tilgan sohalarda o'zlarining munosib hissalarini qo'shadilar. Bu yerda ham fuqarolarning faol xatti-harakatlarini biz ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Umuman O'zbekiston Respublikasida asosiy
Qonunning asosiy tarkibiy qismini tashkil etadigan yoshlarga biz to'xtalib o'tdik. Sababi yoshlarimiz nafaqat bizning kelajagimiz, balki davlatimiz jamiyat rivojlanishiga munosib o'zlarining hissasini qo'shadigan shaxs sifatida ta'minlayotgan ekan, ularni qo'llab-quvvatlash avvalo bizni asosiy vazifamiz, burchimiz hisoblanadi. Shu bois yoshlarga oid davlat siyosati ularning intilishlari, maqsadlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida qabul qilingan qonunlardan biri hisoblanadi. Mavzuyamiz bo'yicha aytmoqchi bo'lgan umumiy ma'lumotlarimiz shulardan iborat. Mavzu bo'yicha quyidagi adabiyotlarni o'zlashtiring va mavzu yuzasidan berilayotgan savollaringiz bo'lsa, quyidagi murojaat orqali berishingiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.